Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Bu oyatda ham men faqat shu o'zimizniki va tu'izzu man tasha degan shu shohidni man boshqasini tarjima qilib bo'lmayman. Sen xoligan kishini aziz qilasan ey Robbim dedi. Xoligan kishini sen aziz qilasan, xoligan kishini xor qilasan. Butkul yaxshilik sening qo'lingda ey Robbim deb Allohga bo'lgan iltijo bu. Allohga bo'lgan duo. Allohning xoligan kishini aziz, xoligan kishini xor qildiganligidan iborat bu ma'no tushundirilyapti bu yerda. Ya'ni Allohning aziz qiluvchi ismini tushuntirib beryapti. Demak, qadrli qarindoshlar, inson shu narsani tasavvur qilaylik. Bir insondan Alloh subhanahu va taolo Allah o insonni tashlamayotgan vaqtida o insonning qimmati nalarga tushadi. Ya'ni bir inson osmon falakka eng yuqori martabadagi bir insonni Alloh tashlamayotgan vaqtida xuddi o inson osmondan yerga tushib ketgandeklam shu qadar xor holatda qolib qoladiki, Alloh o insonni tashlagan vaqtida bugun podshoh bo'lishi mumkin, ati bir qalanda divon bo'lishi mumkin. Bugun eng cho'ng boy bo'lishi mumkin, ati eng divani eng xor inson bo'lishi mumkin. Bugun eng hurmatli inson bo'lishi mumkin, ati eng xor inson bo'lishi mumkin. Alloh bir insonni tashlab etgan vaqtida o insonning qimmati nima? Nalar ketadi o inson? Faqala taala Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi sura Hajda ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولا بقيله يا ربي bu ayetler insanı qanchalik tuyg'ularga qanchalik chunqur hissiyotlarga boshlab ma'no qadrli qarindoshlar, shu oyatni, shu Rabbimizning shu so'zlarini o'ylab baqaylik. Ko'rmamsan kerak Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taologa osmonlardagi va zimindagi butkul narsa Allohga sajda qildi. Allohga bo'ysundi, Allohga taslim bo'lib, ya Rabbi deb Allohga tiz cho'kdi dedi. Osmon zimindagi hamma narsa, quyosh, oy, yulduz, tog'lar, daraxt va davab bütün ömürleydiğen mahluklar, ziminde ömürlep malgan barlıq mahluklar ve insanların köpüncisi Allah'a secde kıldı. Ve kesirun hakka aleyhil azab ve nurgulgan insanlarga nemesi azap haqlıq buldu dedi bular. Haqlıq buldu dedi. Kimni Allah kimni xar qiladi ekan, uni hürmetlilik qildigan hech kim yo'q dedi. Yuqori deganda bir insonni Alloh tashlab etgan vaqtda uni izzatlaydigan, uni hurmatli qildigan hech kim yo'q qadrli qarindoshlar. Fam va may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Alloh kimni xor qiladi ekan, kimni tövanga tushiradi ekan, uni hurmatligi, uni izzatligichi asla yo'q. Asla topolmaysan buni dedi. Innalloha yaf'alu ma yasha. Alloh xolig'ini qiladi dedi. O'ylab baqaylik qadrli qarindoshlar. Shuning uchun hayotimizning ko'pincha sohasi, ko'pincha juz'isi, ko'pincha nuqtasi nimasi? O'zimizning izzat hurmatiga bog'liq qadrli qarindoshlar. Bir insonning hayotda agarda izzat hurmati bo'lmasa, izzati hurmati kishilarning, insonlarning nazarida biz izzat hurmatli bo'lmasa, hamma kishilar xohlasa, bu insonning dunyoda ikki putlab mengib bu yashig'idan yashimig'ini ming a'lo. Shu inson o'zining dunyoda o'tgan har bir minutidan nafratlanib yashaydi qadrli qarindoshlar. U inson agar hurmatlanmasa, kishilar tarafidan xori ko'rilsa, kishilar tarafidan ayiblanib tursa, u insonning hayotda yashimi bir xil jahannamga aylanadi qadrli qarindoshlar. Hayotimizning eng ko'p bo'limi bizning izzat hurmatimizga bog'liq bu. Shuning uchun agar aziz bo'lmoqchi bo'lsak, agar Allohning izzatlashiga erishmoqchi bo'lsak va dunyoda izzatli yashamoqchi bo'lsak, Al-Aziz Rabbimiz bilan birga bo'lishimiz kerakki, shoir nihoyat go'zal aytgan: "Ij'al li robbika kulla izzika yastaqirru va yasbutu fa iza tazazta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu" dedi. Ey inson, sen butkul izzatning hammasini Rabbing uchun qilgan dedi. Barliq sening izzating Rabbing tarafidan keldigan shaklda hayotingni to'g'rilagan. Barliq izzatingni Rabbing tarafidan deb bilgan, Rabbing tarafidan kelishini orzu qilgan va bu shunda qilsang, sening bu izzating, sening
Ali bo'lishing, izzatlik bo'lishing davomliq holatda senda qaror elib turdi, davomliq senda sabit bo'lib hayotingdan ayrilmaydi dedi. Agarda sen o'ladigan bir maxluqlar bilan izzat talab qildi ekansan, izzatingni o'ladigan maxluqlar bilan birga qildi ekansan, shaksizki sening izzating ham o'likdir dedi. Fa inna izzaka mayyitu. Demak, bu ma'nolarni nayt chunqur tushunishimiz kerak, qadrli qarindoshlar.